Prosta bitta yaxshi boyet, shu kredit to'layman, shu otam minib yurgan mashina nima bo'lgan taqdirda ham uyatib qolmay degan maqsadda endi bechara to'lab yuribdi-da. Hozir bitta shu kredit to'layman deb sport ham qoladi, ishlash kerak, to'lash kerak bu narsani. Yaxshi bitta boyet yo'q bo'lib ketib qoladi. Biz bu narsani olib chiqib, birovni yomonlash, birovni kamsitish, ko'rib qo'yiladigan maqsadda emas. Prosta rostdan yordam bermoqchi bo'lsalaring, больницаlarda jigar sirroz, ko'zi ko'rmaydigan, rak bo'lganlar bor. O'shalarga shunday kelib turib, videosiz shunday 30 ming, 40 ming berib, Hindistonga borib, Hindistonga jo'natib, davolatib, hayot keltirib kelinglar. Agar ras shunaqa sponsorlaring, pullaring normal bo'lsa, 100 ming tikaman, 200 ming tikaman, bizda pul ko'p. Oddiy misol, shu vertolyotga sarflagan pullaringni boru, shu kreditiga to'lab qo'ysalaring, shuncha katta savob bo'ladi sizlarga. Bu faqat hayb to'lavermasdan, u yaxshi narsa emas bu.